Assalomu alaykum barchaga. Vasilamiz uxlayotganda vaqtdan unumli foydalanib qolmoqchiman. Chikagoda shamol, shamolda tovushim yaxshi eshitiladi deb umid qilaman. Xullas, YouTube'da bitta millatdoshimiz so'rab qoldilar. Ulug'bek aka, biz Amerikada turamiz. 3-4 yoshli bolalar uchun qanaqa kitoblarni tavsiya qilasiz? Ingliz tilida dedilar. Endi 3-4 yoshli bolalar uchun kitoblarning eng zo'ri kutubxonada bo'ladi. Biz Chikagoda turamiz. Chikago deganingiz bilan endi oldingiz katta shahar bo'lgani bilan o'zi kutubxonalari bor, lekin baribir oldi atrofdagi kutubxonalarga juda ham ko'p boramizda. O'sha har bitta kutubxonani qoshida bolalar kutubxonachasi bor. O'sha kutubxonaning ichida bolalar bo'limi bor. O'sha bolalar bo'limiga borsangiz bo'ladi. Misol Chikagoda turganimizda, misol Niles kutubxonasiga, Glenview kutubxonasiga ko'p boramiz. Bizdan sal nariroqda 5-6 minut mashinada Eisenhower kutubxonasi bor. Keyin yana bir 15 minut mashinada haydaysiz Skokie kutubxonasi bor. Xullas, agar Naperville tomonda bo'lsa, bizdan 1 soat narida o'tda kutubxonalari go'zal, o'tda Arlington Heights bu yoqda, Mount Prospect. Xullas kelam, Chicago deganingiz bilan bar kutubxonalar ko'pda. Shu o'shalarni har bittasini bolalar bo'limi bor. Bolalar bo'limiga kirasiz. O'sha yerda kitoblar rang bilan ajratilgan bo'lishi kerak. Mana bu 3-4 yoshli bolalar uchun, mana bu 1-sinf, 2-sinf, 3-sinf bolalari uchun deb ajratilgan bo'ladi. Ba'zida qaysi kutubxona edi daji? Glenview kutubxonasiga borganimizda qaysi sinfdagi bolalar qaysi kitobni ko'p o'qishadi, yaxshi ko'rishadi, o'shanga qarab ham ajratib qo'ygan edi rasmlar bilan. Bu yerdagi kutubxonalarni, bolalar bo'limini kutubxonasini go'zal tomoni nima? Kutubxonachilar shunaqa sabrli, shunaqa go'zal tabiatli insonlar bo'ladi. Men misol uchun bolamga 5 minut kitob o'qib, Instagramga qo'yib, qaranglar bolam bilan kitob o'qiyapman deb deyishim mumkin. U odamlarda mani bolamga nisbatan sabri ko'proq-da baribir-da. Shunaqa inson, shunaqa tabiatli odamlarni olishadi. Shu kelgan bo'lsa, mabodo qaysidir kitob kerak bo'lsa sizga, o'sha kitob bo'lmasa bor-ku, kutubxonachidan so'rayvering. Chunki kutubxonalar davlatga qarashli bo'lgani uchun ham ularga qancha ehtiyoj ko'p bo'lsa, kutubxonaga shuncha zo'rda. Qara, bizda misol uchun kichkina kutubxona bo'lsa ham bizga 200 mingta odam taklif qildi yoki so'rovnoma bilan chiqdi deb o'shanga qancha ko'p savol bersangiz, qancha ko'p kitob kerak etsangiz, ularga shuncha yaxshi-da. O'shanga imamasdan bemalol aytavering. Misol uchun hozir Ramazon bo'yicha bizga kitob kerak bolamizga deyim. Agar o'sha yerda bo'lmasa, o'zingiz bir xil taytillarni bilsangiz, kitob sarlavhalarini bilsangiz, ayting, mana shu kitob bizga kerak. Avtorlari bilan ayting. Bittada olib kelib bermasa ham, lekin olib keltirib berishadi-da. Shuning uchun ham o'sha Chicago atrofidagi kutubxonalarga kirsangiz, bolalar bo'limida Ramazonga oid islom, muqaddas islom dinimizga oid kitoblar ko'p-da. O'shanga o'zimizdan ota-onalar biz tashabbus ko'rsatishimiz kerak-da. Shu keyin yana bitta narsa aytmoqchi edim. Yana bu yerda interlibrary loan system degan narsa bor. Masalan, o'sha kutubxonangizda bolangizga yoqqan qaysidir kitob bo'lmasa, kutubxonaga a'zo bo'lsangiz, boshqa kutubxonadan olib keltirib berishadi sizga-da. To'g'ri, misol uchun ko'pga emas-ku, lekin 1 hafta, 2 hafta bo'lsa ham olib keltirib berishadi. Interlibrary loan system deydi. Endi u kutubxonaga bog'liq. Misol uchun bizda ilgari Chikagoda faqat Chikago atrofida bo'lardi. Misol uchun biz bitta rayonda tursak, boshqa rayondagi kutubxonadan olib keltirib berishardi. Keyin hozir bo'lsa Illinoisda xohlagan joydan olib keltirib berishadi. 99% kutubxonalar Chikagodagi, Illinoisdagi bir-biri bilan aloqasi bor-da. Misol uchun biz Chikagoda yashasak ham Skokiedan olib keltiramiz yoki Nilesda bo'lsa Nilesdan olib keltiramiz. Boshqa o'shanga o'zingiz praktik bo'lib so'rang, variantlar juda ham ko'p.